Assalomu alaykum qadrli obunachilar, biz kuzatib borayotgan ko'kalar, ojakalar, ojodalar. Hop akalar, bugun hafta kuniga payshanba 1-may 2025-yil videolarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan Azizbek ukamizni o'zimiz jiyanimni xonadonini boshlayapmiz akalar. Bugungi urug'bob 5 dona qo'chqorning udari bor. Qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlarni beramiz. Hop akalar, videoni boshida ma'lumotni aytib ketay. 5 ta qo'y bor. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, o'tkazib yormay. Shuning ichida albatta siz bopi bor-da, buning ichida. Birinchisini ko'rib sizga ma'qul kelmasa o'tkazib yormasdan, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchilarda sizga albatta ma'qul keladigan tushishi mumkin. Shuning uchun oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz. Chiroyli bitta like bilan podpishka qilib qo'ysalaring. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, akalar, bu qo'chqorimiz Azbek tishini ishlayotgan buni. 4 tish qo'y, garbonus qarang, garbonusga ahamiyat bering mana. Garbonus o'ta udor. Garbonus kalla ideal. Quyruğini ham menga sal ko'rsatib qo'yingchi. Ana quyruq. Вообще ideal qo'chqor. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin katta akalar. Normalni katta. Mana akalar. Jasad normalni katta, oyoqlar tikka mana. Mana shu vesiga ham o'zi hozir 130 atrofida. Ya'ni Alloh biladi. 130 atrofida, lekin oyoqlar tashlamagan. Mana oyoq tashlamagan, quyruq tikka. Mana tishlarni bitta ochib ko'rsatib qo'ying. Bonus qarang, ochib qo'ying. Toza 4 tishga chiqayotgan. Ko'ring. 4 tishga chiqayotgan. Mana quyruq mana. Xo'p, qirrlikka e'tibor berasizlar, mana qirrligiga. Bir dona begona uchun aralashmagan mana. Mana quyruq tikka. Mana sonlar. Hop, akalar, mana qaranglar-da. Songa ahamiyat beringlar. Songa katta tush chiqqan. Yiltirligiga bilasizlar, o'zi katta qo'chqor kichkina ko'rinadi, kichkina qo'chqor albatta katta ko'rinadi videoda. Shuni hisobini olasizlar. Bo'yini o'lchab ko'rdingmi, Azbek? Bo'yini o'lchab ko'rsataveramiz. Bitta metr bo'lsa, hozir bo'y baslarni ham bir qator o'lchab ko'rsatamiz. Mana akalar, biz metrda aytmaymiz, o'zlaring ko'rib, ayog'ini tag qo'yaversin. Ashaydan bo'yi mana. O'zlaring bahosini bera olaverasizlar, biz metrda aytmaymiz. 1 sm kam yoki ko'paytirib qo'yishimiz mumkin. O'zimasiga ham bitta qo'yamiz, shunda hisoblanish quradi. Mana shu yashaydi yelkasidan. Mana o'zimiz. O'zi bilasizlar, qo'chqor, katta qo'chqor kvadrat bo'ladi, metrga metr bo'ladi. Xo'p. Azbek, buni bahosini ayting endi. Keltirib ayting. O'g'ildan maza qilib baraka topsin. Bahosini endi yaqinlashtirib aytaveray. Yaqin qilib ayting. Realni oluvchilar telefon qiladi. 1400 dollar dastlabki qilib beraman. 1400 ga. Narxi, xo'p akalar, qaranglar. Qo'chqorni realni tushungan, qo'yni tushungan inson bular biladi, baholarini, so'mmalari qancha bo'lishini. Narx aytamiz, albatta shotlaringga tushirib so'rab olaverasizlar. Azizbek, keltirib narx ayting. Shtob og'ay odam maza qilib baraka topsin. Qo'chqorga 1400 dollarga qo'y boradi akalar, pulini sanab olib qolasizlar. Qo'yda hech qanaqa kamchiligi yo'q. Bir haligi bir bachkana joyi yo'q mana. 1400 dollarga kimni shotiga tushsa telefon qilaverasizlar akalar. Hop, keyingilarni ko'rsataylik. Men kallaga ahamiyat bering, garbonusga. Qo'zin uddor chiqaradi qo'chqor. Telefon qilaverasizlar, keyingilarni ko'rsatamiz. Akalar, hop, bu ikkinchi qo'chqorimiz. Bu ham o'ta ideal. Mana oyoqlari o'ta baquvvat, tikka, stagan oyoq deydimi? Qirriligiga ahamiyat berasizlar mana. Qirraligi toza 100% qirra, bir begona oqi yo peshonasi, qashqasi bir aralashgan joyi yo'q. Quyruqqa ahamiyat beringlar mana. Bichilmaydi. Javob bichiladigan quyruq emas. Mana qo'chqorligi. Hop. Idealligini uzoqdan umumiy ko'rinishini ko'rib olasizlar. Mana. Tushlari. Bunga ham bitta metr qo'yib ko'rsataylik-da. Bu tishi qanaqa? Bu 6-siga yorg'an. 6-siga chiqazyapti. Rasi ishlaydigan joyida. Sekin-sekin kattalik uchun kuchi yetmayapti azizlik. Xo'p, akalar. Uzoqdan men hozir metr qo'ymasdan oldin aytib ketayim, mana shu ukamiz 180 dan oshiq javob beraman. 186. Shota. 186. Uni oldida qo'y, barra bo'lib qolyapti-yu, 180 dan oshiq bilaman. Qo'yingchi metrda. Hop akalar, yerdan qo'yamiz, metrda o'zlaring ko'rib bahosini bera olaverasizlar mana qo'chqor.
Uzunasiga ham qo'yib bering. Mana yelkadan. Ha. Qo'chqor. Mana. Akalar qo'chqor do'stona taklif qilaman. Ideal qo'chqor. O'ta ideal. Do'stona taklif qilaveraman. Chunki men qo'yib borgandan keyin uyalib qolmayman. Ko'zim bilan ko'rib aytyapman. Xo'p. Buni ham hozir sizlarga narxini kelishtirib ayting azizligini. Bo'lar. Ha. Yetkazib berishi bilan. O'zbekistonda xohlagan joylarga yetkazib olasizlar, yetkazib beradi. Pulini sanab qolasizlar. Ayting. $1200 dastlabki qilib beraman. $1200 qo'y, mashq qo'y boradi. Bir dona tukib almashmay boradi. Pulini sanab shopirdan berib yuborib qo'y tushirib olaverasizlar akalar. Qo'y arziydi, javob. Mana akalar. Chicha tortingda oldiga yurishini ham ko'rsatib qo'ying. Janob. Telefon qilaverasizlar akalar shu tutaringiz. Akalar bu uchinchisi. Chiqardi qaranglar idealligini. Bunda hech qanaqa bir defekt joyi yo'q mana. Tuyoqlar tikka. Petno joyi yo'q. Oq, shu yuzi oq birinchi svetda. Tishini azizbek buni? 4 tish aka. 4 tish. Mana quyruqlar ko'rib ko'rasizlar. Tekis razrez, pol razrez, tekis razrez. Mana kalla svet oppoq. Buni eng mazza tomoni narxi ham qulay, o'ta qulay. Mana. Xo'p, akalar. Buni bo'yiga ham metr qo'yib ko'ramiz. Ha, shunday qo'yib ko'ramiz. Azimjon. Xo'p, mana bo'yi. O'zlaring ko'rib bahosini bera olaverasizlar. Uzunligiga men bitta qo'yib ko'raychi. Shuni ham shuni ayt. Uzunligi yelkasi. Mana shu uzunligidan chiqarsalar ham kvadrat chiqaveradi qo'yib. Katta qo'chqor olmaydi-da. Uzunligidan yelkasidan past 1 metr. Lekin quyruq ideal. Narxi nech bilasizmi buni? Narxini aka $8 dastlabki qilib beraman. $8? Ha. Qancha o'rdan bu? Endi bir bonus olsin. Gap yo'q, mashallah. Shetiga bitta like tirsilatib qo'yasizlar akalar. $8 ga qo'y boradi. Pulini sanab qo'yaverasizlar, lekin realni arzon shu qo'y $8 ga. Qo'chqor uning oldidan ko'rinish. Kallasi oq, yuzi oq svet, tushlari, ishlashlari ideal. Hop. Hozir bundan keyinga ikkita bor, sariq. Sarig'idan. Xo'p, bu 4-chi, 5-chi qo'chqorlarimiz akalar. Bular puli yengil variantidan. Endi har kim har xil cho'ntagiga qarab savdo qila olaveradi. Puli yengil, lekin jasadi katta variantidan akalar. 2 dona, 2 o'rn bitta qilib chiqaramiz. Mana quyruqlar ko'rsatib. Quyruqlar mana shu holatda 2 o'yam. 1 gram juni yo'q mana badanda. Terini o'zida turibdi. Kalla oshlari qo'chqordi. Ha, bunisi. To'g'ri olingchi. Janolar. Orqa quyruqlar tikka 2 o'yam. Umumiy ko'rinishini ko'rsataman uzoqroqdan. Hozir bunga ham metr qo'yib ko'rsatamiz. Xo'p, buni bo'yini ko'rsatayman mana birinchisini. Hop, bu 4-chi qo'chqor. 4-chi qo'chqorni deb savdo qilaverasizlar. Bo'yi yerdan mana metr. Ko'rib olaverasizlar akalar. Men bu metrda aytmayin. Qo'ylar yana ham o'zini tortib turibdi. Mana qo'ylar o'zini ancha tortib turibdi. Mana shu holatdagi bo'yini ko'rib olaverasizlar. Biz metrda aytmaymiz. Hop, uzunasiga metr yelkasidan juda hurkak ekan aka. Ha, uzunasiga aytdim-ku, qo'chqor kvadrat bo'ladi. Lekin kichkina narsa emas bu ham. Hop, bunisini bo'yini ham hozir bitta ko'rsatib ko'ramiz. Baribir ko'rib olishadi. Metr yerdan 90. Endi ko'rib olaverasizlar mana shunisi. Uzunligi ham sen yelkasidan 90 plus. Xo'p akalar, azizbek buni yoshi qanaqa bo'lardi? Ma yoshi 2 o'yam 4 tishdan aka. 4 tishdan. Hali rasa boqa degan joyi. Xo'p, 4 tishdan narxlari-chi azizbek bular? Narxlar. Narxi 2 o'g'i bitta aytavering. Ha, 2 o'g'i bitta ayting. Bir joyga olsa 7 milliondan dastlabki qilib beraman. 7 milliondan xohlagan joylarga yetkazib beradi akalar. Qo'yib boradi, pulini sanab qolasizlar 7 milliondan. Qo'chqorlar bo'yini ko'rdilaring, chakana narsa emas. Kimni shotiga tushsa telefon qilaverasizlar akalar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Bundan keyingi video yozib sog'liqlardan qo'yamiz. Yaxshi narsalar bor. Qo'ldan kelgancha obuna bo'lib qo'ysalaring, videoni o'tkazib yubormaysizlar, ko'rib qolasizlar. Xo'p akalar, sog' bo'linglar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.